Ayza mana akalarimiz chiroyli tarzda cho'p kabob ovqatini aka. Gap yo'q akalar. Buni faqat ko'rib mazasini tatib ko'rish kerak. Mana shu yaxshi pishgan. Akam nafaqat tushiramiz aka. Shu jarayonda to'y bolalarimizga bironta yaxshilik aytib qo'ying-da. To'y bolalar katta yigitlar bo'lsin, el yurtga xizmat qiladigan o'qimishli bilimli insonlar bo'lib yetishsin. Charchamayapsizmi? Ya, charchash. Yo'q, charchamaysiz. Ayza hammaga xayrli kun, kuninglar xayrli bo'lsin. Assalomu alaykum. Por bola yaxshimisiz, xormaysizlar? Osh mazali bo'pti, juda ham. Gap yo'q qadrdonlar. Ana endi bugun nafaqat xizmat, tog'a sizlardan. Bitta to'y bolaga chiroyli niyatim aytib qo'ying. Katta yigit bo'lsin, otalariday, buvalariday. El xizmatdan charchamayapsizmi o'zingiz? Yo'q. Charchamang. Mana shu bugun ayzlar har doim to'ylarda asosan kadr oldi jarayonlarni yoritamiz. Bugun ichki jarayonlar bilan sizlarni chiroyli tarzda tanishtiramiz. Nimagaki xalqimizga mazali taomlarni pishirib berayotgan mana shu povur akalarimizga alohida rahmat. Bugun nasib bo'lsa ikkita qozon o'zi bo'shadi. Bu tarafda ayzlar mana yana bittasini ochdik, bittasi mana ochilgan ham emas. Aka bitta yaxshi niyat aytdim to'y bolaga. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Nima deymiz? Shu katta yigit bo'lsin to'y bolalar. Nasib bo'lsa shu otasida, inasida ilgazmat qiladigan yigitlar bo'lsin. To'yimiz yaxshi o'tyapti. Katta rahmat. Bagi go'sht tarqatayotganda ham birini o'qib qo'ying, reklama. Akam nima? To'g'ri aytyapti. Aka assalomu alaykum. Xormang. Charchamayapsizmi? Charchash yo'q. Kayfiyatlar qalay? A'lo darajada. To'y bolaga bitta chiroyli niyat. Shu to'y bolalar katta yigitlar bo'lsin, elimizga xizmat qiladigan yigitlar bo'lsin. Boringizga shukur. Akamlar o'zlari bugun xizmatda turibdilar. Mana oshlari go'shin chiroyli tarzda. Akam menga chiroyli qilib berasiz lekin. Bo'ldi, ketamiz. Nasib bo'lsa qadrdonlar ko'rib kuzatishda davom etaverasizlar. Sazag'anlik obunachilarimiz aktiv bo'lamiz. Kuninglar xayrli o'tsin. Aka, assalomu alaykum. Bormaysizlar, charchamayapsizlarmi? Kayfiyatlar qalay? Xizmatlar bilan charchashmayaptimi? Chiroyli niyat to'y bolaga aytib qo'ying, bir og'iz. Nima deymiz? Katta yigitlar bo'lsin. Ota-onasiga xizmat qilsin. Akamlar o'zlari mana qadrdonlar belni mahkam bog'lab xizmatda turishibdi. Nasib bo'lsa butun bugun Sazag'an xalqi bitta niyatda yig'ilishgan. Mana shu xayrli, fayzli to'yga o'z hissalarini qo'shmoqda. Mana shunday bir tinch, osmonimiz musaffo, to'kin sochinchilik bir ajoyib bir vatanda, ajoyib bir yurtda Alloh taolo shunday kunlarga yetkazganiga behad hamd sanolar bo'lsin. Ikki olam sarvari koinot payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga salovat, salomlar, durudlar bo'lsin. Mana bugun Odil akamiz bir ilga dasturxon yozib, ilga ihson berib, bir to'y qilib beryapti. Parvardigor mana shu farzandlariga Abdulaziz va Abdulatif jonlarni Parvardigor umrlariga, kasbkorlarga Alloh taolo barakot bersin. Mana elimizga bir nomina o'laroq osh tarqatib, endi duosini olib ihson beryapti. Mana shu Latifjonday, Abdulazizjonday akalariday elga to'y biladigan yigitlar bo'lsin Allohim. Farzandlarni faqat yaxshiligini ko'rishlikni Alloh taolodan so'rashligimiz kerak ekan. Ilohim mana shu yigitchalarni ota-onalari, yaqinlari faqat yaxshiligini ko'rsin. Iymon e'tiqodli bo'lsin, dini diyonatli bo'lsin, mard, jasur bo'lsin. Elimizga, xalqimizga, vataniga, oilasiga faqat yaxshilik keltiradigan solih yigitlardan bo'lishligini Parvardigordan so'raymiz. Abror akam Do'stovdan bugun to'y bolalar uchun chiroyli fikrlar bo'ladi. Avvalambor assalomu alaykum bizni kuzatib turgan aziz yurtdoshlar. Mana bugun Samarqand shahriga tashrif buyurdik. Atmosfera juda go'zal, bomba. To'y sohiblar to'ylamoqlar bo'lsin deymiz. Har doim xalqimizga yaxshi kunlarga xizmat qilib yuraylik. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Sog'indim kelmading
ko'rinmasdi, tonggacha kezardik ayrilmasdi, bizlarga baxtlar qushlar tinmasdi, bu hali 18 yoshimda edi. Faqat yurakkim shu yerga zor. Abror do'stu janoblarni o'zlaridan originalni eshitamiz qadrdon. Bilib bilmay suydim qancha jamollarni, sochi kalta go'zal qoshi kamollarni, endi qilgan olov so'z go'zal bir yor. Faqat yurakkim shu yerga zor. O'shal janon hayolimni ertayuki, to'yimizdan qilib borsam ko'rarmikan, devonadek ustimdan ko'rarmikan. Bilib bilmay suydim qancha janonlarni, sochi kalta go'zal qoshi kamollarni, endi bilgan olov soldi go'zal bir yor. Faqat yurakkim shu yerga zor. Shu ko'nglimni 1994-yil akalarimiz, xullas to'y bolajonlarimizni bobolari. Nasib bo'lsa qadrdonlar ko'ringizlar shunday Gap yo'q. Xullas qadrdonlar 1989-yil akalarimiz, Lazli akam do'stlari, to'y bolalarimizni bobolari. Nasib bo'lsa qadrdonlar ko'rib davom etaverasiz. 1989-yil akalarimiz, xudo xolasa davramiz chiroyli turibdi. Akalar kayfiyatlar yaxshimi? Bitta zo'r qo'yinglar.